Hamma dietok yolg'onchi. Chunki chia ichsang ozasan degan videoni ko'rib chia ichishni boshladim, ozish o'rniga semirdim. Agar siz ham xuddi shunaqa muammoga duch kelsangiz, hali ham chiyani to'g'ri ichishni bilmas ekansiz. Chiya urug'i sizni tez ozdiradi. Qachonki uni to'g'ri ichishni o'rgansangiz, shuning uchun chala dietoklarni emas, haqiqiy professionallarni kuzating. Men hozir sizga chiyani to'g'ri ichishni retseptini tekinga o'rgataman. 1 stakan suv, 1 osh qoshiq chiya, ikkalasini yaxshilab stakanda aralashtirib, 1 bo'lak limon va 1-2 bo'lak bodringni solasiz va yarim soat qoldirasiz. Tayyor bo'lgan massani har tong uyg'onganingizda 2 stakan oddiy suv ichganingizdan keyin nonushtadan oldin ichasiz. Och qoringa ichish kerak. Chiya qorinni to'q tutadigan mahsulot hisoblanadi. Siz kun davomida kamroq ovqat iste'mol qilasiz. Shu usulda to'g'ri ichishni o'rganish uchun videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni va menga podpiska bo'lishni unutmang.